Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan navbatdagi foydali, manfaatli videoda ko'rish turibman. O'zlaridan qolar gap yo'q. Yangi O'zbekistonda yangi imkoniyatlar yildan yilga kengayib bormoqda. Imенно bugun sizlar bilan foydali, manfaatli videoda. Akalar, Centrum Holidays'ni ko'pchilik biladi. Yuzlab, minglab, yuz minglab vatandoshlarimizni Umra ziyoratiga borib, ko'ngilni to'q qilib, ko'ngildagidek poklanib kelishiga o'z hissasini qo'shib kelayotgan katta kompaniyalardan biri. Bugun akam bilan birgalikda yaqin kunlarda ota-onamni Umra ziyoratini qilishga jo'natmoqchiman deb yaxshi niyat qilgan akalarim, to'g'ri yo'ldagi akalar uchun video qilgani keldik. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Sog'ligingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Rahmat aka, Xudoga shukr. Aka, ismingiz bilan bir qator videolarni boshlayveramiz endi. Xo'p. Assalomu alaykum. Men ismim Muhammad Sulton, Centrum Holidays agentiman aka. Xo'p, Muhammad Sulton akam bilan hozir birgalikda do'stlar videoni oxirigacha ko'rsanglar, eng asosiy narsalarga, sizlarni ko'p vaqtinglarni olmagan holatda fokusni qaratib, savollarga javob berib o'tib ketamiz do'stlar. Sizlar bo'lsa, mehnatimizni qadriga yetib bitta klass bosib qo'yinglar do'stlar. Undan ham zo'r tomoni, mana shu qo'lingizda ishlatib yurgan bitta telefon puliga ota-onangizni do'stlar kerak bo'lsa, bir umrlik orzusini amalga oshirishga bir qadam turibdi xolos. Do'stlar, hozirgi qiladigan videomizda narx-navo, sharoitlarni hammasini aytib o'tib ketamiz. Keyin yana bitta narsa, video bilan videoda do'stlar farqi bor. Manfaatli videolarni biz podдержка qilishimiz kerak, bizdan klass bosib qo'yishimiz kerak. Bekardan mana qilib do'stlar, qizlarga ham, unga ham, har xil prikollarga ham layklarni bosyapsizlar, undan foyda yo'q. Elga, yurtga xizmat qiladigan videolarni podдержка qilib, klassni bosib qo'ysak, qo'lida puli bo'lib turib, litsenziyaga ega bo'lmagan firmalar orqali borib aldanib qolayotganlar qancha. Xuddi shunaqangi ko'ngilsiz voqealarni oldini olish uchun ham bu videomiz xizmat qiladi. Xo'p, aka, umuman olganda hozirgi kunda, yaqin kunda qachon oxirgi marta reys chiqardinglar Saudiya Arabistoniga? Xo'p, aka, bugungi reysimiz ham 3 ta aka. Farg'onadan reysimiz ma'lum sabablarga ko'ra ob-havolar tufayli Namanganga o'tib 3 ta aka. Xudo xolasa, hamma reyslarimiz o'z vaqtida, o'z aytilgan sanalarda uchradi aka. Bizda azadlashga bunaqa narsalar bo'lmaydi aka. Xudo xolasa, inshaalloh bundan keyin bo'lmasin ham aka. Hamma chiroyli ravishda borilyapti aka. Tushunaylik. Oilaviy boraman deydiganlarga, masalan, 9 kishi bordir, yana kimdir 6 kishi boraman deydiganlar bor. Narxlardan sezilarli darajada o'tib berasizlarmi aka? Albatta, bitta oiladan 6 kishimi, 10 kishimi chiroyli qilib, chegirma asosida chiroyli qilib bonuslar bilan qilib beramiz aka. Eng yaqin sanamizga qaysi kunga bor hozirgi kunda reyslar? Eng yaqin sanamizga aka 13-chi, 20-chi, 27-chi Farg'ona Jidda yo'nalishimiz bor aka. Yo'q, Farg'ona Jidda emas, Farg'ona Madina qilib berishsin desa aka. 14-chi, 21-chi, 28-chi kunda Farg'ona Madina reyslarimiz qo'yilgan aka. Oldindan hech qanaqa to'lovlar yo'q, to'g'rimi aka? Faqat o'sha bitta pasportga do'stlar uchish kuninglar kuni yokida qayerga to'lov qilinadi aka? Xo'p, to'lovlarga keladigan bo'lsak, biz shot raqamimizni tashlab beramiz. Centrum Holidays shot raqami bo'ladi. O'ziga yaqin joydan bank orqali to'lov qilsa bo'ladi aka. Tushunaylik. Nech pul bo'lyapti endi paketlarimiz aka? Xo'p, aka, narx-navolarni oxirida aytaylik. Chiroyli qilib, narx-navolarni kutishga yarasha qilib chiqaramiz aka. Narx-navoni ichiga nimalar kiradi? Nimalarni biz aka sharoitlarini qilib beramiz. Bitta sanab aka, narx-navolarga kiradigan bo'lsak, 14 kun davomida ziyorat kiritiladi aka, ibodat. 14 kun davomida borib kelish biletlari, vizalari va hatto 14 kun davomida Madina Munavvarada va Makka Mukarramada yashashlari, ibodatlari kiradi. Tushunaylik. Undan tashqari har bir guruhda nechta odam bo'ladi aka? Xo'p, har bir guruhda 50 tadan odam bo'ladi aka. 3 ta, 4 ta guruhlarimiz bo'ladi aka. 50 boshlar ish jarayonida, ya'niki 14 kunlik umra ziyoratida har bitta ziyoratchimiz holidan xabar olib turamiz. Albatta. O'zingizdan qolar gap yo'q, hozirgi kunda nima ko'p aka, firma ko'p. Kommentariyalarda o'qib chiqaman-da, 50 boshi Madinaga borib tushgandan keyin hech kimdan ishi bo'lmay qo'yapti. O'zlab o'zib ketyapti degan so'zlarni ham eshitdim. Aka, bizda bu narsalarda jiddiy qaraganmiz. Bitta 50 boshimiz bitta guruhga 14 kun davomida mas'ul shaxs bo'ladi. Aeroportdan olib ketib, aeroportga olib keladigan inson bo'ladi aka. 50 boshi deganda aka, bizda yo'lboshchi emas, 50 boshi malakali madrasani bitirgan ahli insonlar bo'ladi aka. Tamam. Do'stlar, yana bitta eng ko'p beriladigan savollardan biri, Madinaga bitta jumani to'g'rilab bering aka, shunaqa qiling, ikkinchi juma Makkada bo'lsin deganlarga-chi imkoni bormi uni? Bor aka. O'zi bizda yo'nalishlarimiz bir juma Madinada, bir juma Makkada o'qiladi aka, yo'nalishlarimiz. Taomlanish qanaqa bo'lyapti aka ziyorat mahali? Xo'p, taomlanish qanaqa bo'lyapti degan savolingizga, Madina Munavvarada 2 mahal milliy taomlarimiz bo'lyapti, Makka Mukarramada 3 mahal milliy taomlarimiz bo'lyapti aka. Xo'p, Madinani bilan Makkani Masjid An-Nabaviya bilan ikkiga Makkada haramda oralig'idagi masofalar haqida ham ma'lumot berib boring. Xo'p aka,
Madina-yu Munavvarda mehmonxonalarimiz 100 metr bilan 300 metr oralig'ida bo'ladi aka. Markaziyada joylashgan bo'ladi. Makka Mukarramada mehmonxonalarimiz aka 1 kilometr bilan 2 kilometr oralig'ida joylashgan bo'ladi aka. 3-4 ta mehmonxonalarimiz bo'ladi aka. Qaysi biri bo'sh bo'lsa, qaysi biri qulay bo'lsa, o'sha mehmonxonalarga tushiriladi aka. Tushunarli. Mehmonxonadagi sharoitlar qanaqa aka Makkada? Mehmonxonadagi sharoitlar, servis xizmatlari a'lo darajada, umuman muammo bo'lmaydi aka. Tushunarli. Do'stlar, yana bitta ma'lumotni sizlarga eslatib qo'yishim kerak. Doim videolarda aytaman, demak esimdan chiqib qolyapti. O'zbekiston fuqarolik pasportini, qizil pasportni nihoyatda ehtiyot qilinglar. Madinagami yoki Jiddaga qo'ngandan keyin registratsiya tugadi, bizga pasport kerak yo'q. Shunday oylar do'stlar, cho'ntaginglardan chamadonni eng oxirgi shunday solib qo'yib borib mehmonxonaga kravat tagiga qo'yib qo'ysalar ham bo'laveradi. Chunki bo'yningizda bejigiz bo'ladi do'stlar. Hech kim yo'qda Rossiya yoki boshqa Polshada yurgandek politsiyalar sizlarni tekshirib o'tirmaydi. Chunki shunaqa holatlar bo'lib qolyapti. Endi yosh katta insonlar, ular to'g'ri tushunamiz, lekin ta'kidlab borish bizning vazifamiz. Cho'ntagida olib yuryapti-da, qayerdadir tushirib qo'yyapti do'stlar. Keyin yana borgandan keyin birinchi o'rinda firmaga telefon qiladi. O'zi ham do'stlar ziyorat qilgandek ko'ngli to'lmaydi. Bu yoqda cho'ntaginglarga ham akalar, bu yoqda ko'ngilsizlik ham bo'ladi. Shuning uchun imkon qadar qizil pasport sizlarga uchayotganinglarda O'zbekistonga kelayotganlar kerak bo'ladi. Xolos, qadrdonlar, shuni aytib qo'yishim kerak. Xo'p, endi aka ham ziyorat, ham sayohat, ham ibodat qilaman deydigan obunachalarimizga qayerlarga olib boramiz endi firmamiz tomonidan? Xo'p aka, Madina Munavvardan 5 dan ortiq ziyorat joylarga olib boriladi aka. Hop. Rojixiga, Hurmobog'iga hammasi qilinadi aka. Ravzaga olib kiriladi aka, xudo xolasa. Makka Mukarramada 10 dan ortiq ziyorat joylarga olib boriladi aka. Tushunarli. Xo'p, ana endi narxlarga ham bir qator to'xtalib o'taylik aka. Aka, sizni kanalingizdan chiqqan insonlarga xudo xolasa komfort sharoitda 1050 dan qilib beramiz aka. 1050 dan qilib beramiz. 4 kishi yoki undan ko'proq odam bo'lsa-chi aka? Xo'p, chiroyli chegirmalar ham bo'ladi aka. Kelishilgan holatda. Endi inshaalloh bu videomizni ko'rib, balki sinfdoshlarni Alloh ko'ngliga solib turib 20 ta kelib qolsa deyman-da. 20 ta sinfdoshlar kelib qolsa inshaalloh do'stlar, shuning uchun doim aytaman, foydali videomi sirrazi gruppalarga tarqatib qo'yinglar qadrdonlar. Ha aka, chiroyli qilib sizlarga darajada qilib beramiz. Chiroyli inshaalloh xizmatda bo'lamiz aka. Hammasini chiroyli, qulay sharoitlarda qilib beramiz aka. U narx-navolarimiz aka 50 so'm, 100 so'm qimmat bo'lishi mumkin, lekin shart-sharoitlarimiz o'shanga yarasha bo'ladi aka. Arzondan bordi keldidan muammo bo'lgandan ko'ra aka 50 so'm, 100 so'm qimmat borsin, bordi keldidan shart-sharoitlardan muammo bo'lmasin aka. Reyslarimiz to'g'ridan to'g'rimi aka yoki perisadka joylari ham bormi? Primoy reyslarimiz aka. Primoy, to'g'ridan to'g'ri reyslar bor. Yana qanaqa savollar berishyapti telefonda gaplashayotganda aka? Shu haqida ma'lumot berib yuboring bir. Xo'p, aka, telefonda ko'plab savollar beriladi aka. Hozir hammasini tushuntirsak vaqtimiz yetmay qoladi. Obunachilarimiz ham zerikib qolishi mumkin aka. Undan ko'ra ekranga nomerlar qoldiraylik, batafsil telefon qilib bilib olishgani ma'qulroq deb o'ylaymiz aka. Gap yo'q. Qadrdonlar, litsenziyaga ega, hammasi qonuniy Centrum Holidays'dan umra paketini xarid qilmoqchi bo'lsanglar, pastdagi nomerlarga telefon qilinglar. To'g'ri, yosh kattalar noto'g'ri tushunib tepadagi telefonga qilib yuboryapti. Shuning uchun ham qaytaraman. Pastda ekranning pastida 2 ta nomer bo'lsa, 2 ta bo'lmasa 3 ta nomer qo'yamiz. Bemalol telefon qo'yinglar, to'liq ma'lumot beradi. Hozir biz do'stlar samolyotda uchishi, u yerdagi ziyoratlar tartibi haqida gapiradigan bo'lsak, 1 soat, 2 soat vaqtimiz ham yetmaydi. Undan ko'ra sizlarni vaqtlarni o'g'irlagandan ko'ra nomerlarga pastga qilsanglar, mutaxassislar javob beradi. Ayol kishi bo'lami, erkak kishi bo'lami, ikkilanmasdan telefon qo'yinglar. Keyin yana bitta narsa, hozirgi kunda do'stlar syomka qilayotgan manzilimizni aytib qo'ying aka, Farg'ona viloyati. Farg'ona viloyati Mag'ilon shahar. Stansiyada temir yo'l vokzalining oldida joylashgan Centrum Holidays rasmiy ofisdamiz. Rasmiy ofisdamiz. U degani faqat farg'onaliklarga emas. Biz 12 ta viloyat, O'zbekiston Respublikasi bo'yicha 12 ta viloyat, Tojikiston, Qozog'istonmi, Qirg'izistonmi farqi yo'q, muammosi. Aka, yana bitta savol esimdan chiqib qoldi. Mana ko'pchilik hozir o'zimizga o'xshagan tengdoshlar kimdir Rossiyada ishlayapti, yana kimdir Koreyada ishlayapti-da. Aka, telefon qilib turib, men o'zim Rossiyadan boraman, ota-onam O'zbekistondan kelsa, Saudiya Arabistonda uchrashish imkoniyati bormi yoki O'zbekistonga borishim shartmi deganlarga nima deymiz? Xo'p, uni ham imkoni bor aka. Chiroyli qilib beriladi, hamma shart-sharoitlari bilan beriladi. U Rossiyada bo'lsin yoki boshqa davlatda bo'lsin, hammasini kelishilgan holatda biletlarni yozib, vizalarni yozib chiqarib beramiz aka. Keyin aka, hammani sharoiti har xil. Kimgadir standart paket yoqadi, yana kimdir aka meni imkoniyatim bor, Alloh menga beryapti, ota-onam xursand qilmoqchiman. Lyuks paketlar, qimmatroq joylardan imkoni bormi deb alohida svязga chiqsa-chi? Bor unaqa sharoit. Uni ham sharoitini qilib beramiz. Sharoiti ham bor aka. 5 yulduzli mehmonxona deydim, 4 yulduzli mehmonxona deydim. Ularni ham shart-sharoitlarni qo'yib, joyiga qo'yib qo'yganmiz aka. Tamom.
Qadrdonlar, o'ylaymanki, sizlarga bergan ma'lumotlarimiz hammasi foydali bo'ldi. Shunaqangi ko'proq ma'lumot olaman deydiganlarga pastda nomerlar turibdi. Kimdir Buxorodan, kimdir Qashqadaryodan, yana kimdir do'stlar Farg'onadan kuzatyapti. Bemalol telefon qo'yinglar. Oldinga ketgan umra ziyoratchingiz bormi? Farg'onadan, Buxorodan deb yuzlashtirib qo'ying desanglar ham, aka muammosiz yuzlashtirib qo'yiladi. Telegram gruppalar ham bor do'stlar, muammo emas. Keyin yana bitta sizlarga eslatma. Umra ziyoratiga bormoqchi bo'lgan ota-onalarimizga albatta WhatsApp yoki Telegramda ishlatishni o'rgatib qo'yinglar. Chunki u yoqqa borgandan keyin bemalol video yuzma-yuz ko'rishish Xudo xolasa hammalarga nasib qilsin akalar. Wi-Fi'lardan muammo yo'q, internetdan. U yoqlar polni jihozlangan, to'g'rimi aka? Xudo xolasa. Muammo yo'q, Xudo xolasa. Shu paytgacha muammo bo'lmagan internetda. Gap yo'q. Aka, ma'lumotlar uchun katta rahmat. Shuhratbek Uz kanalidan deb murojaat qilsa, aka, narxini chiroyli qilib chegirma asosida chiqarib beramiz aka. Gap yo'q. Do'stlar, o'zlari ehtiyot qilinglar. O'ylaymanki, sizlarga foydali eng asosiy savollarga javob berdim. Yana ham qo'shimcha ma'lumot qaytaraman, pastda nomer turibdi. Ikkilanmasdan telefon qilaverasiz. Video bilan videoni farqi bor do'stlar. Shuning uchun qo'llaydigan video bor, poddershka qiladigan video bor. Like klassni bosib qo'yinglar do'stlar. Klass boshlash tekin jigarlar. O'zlari ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar. Necha minut bo'ldi?